Salom do'stlar, sizlar bilan Muxalay jigarlar. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile'dagi oltin rangli Miradoni minib qayerda joylashganini ko'rib chiqamiz. Qani bizni kuzatib boring. Miramani qo'yib olamiz. Mana do'stlar, biz buni Miramar kartasiga tushib oldik. Juda ko'p obunachilar so'ragan ekan, oltin Miramar yo'q chiqaring deb. Yaxshilab chiqarishga deb qo'ydim. Mana shu bo'lgandan keyin kartamizdan mana Hakkenda Bell Patron degan joyga tushamiz. Mana xuddi shu kartada ko'rsatilgan joyga A harfini pastdagi mana to'g'ri nimasini ko'rib oling. Hakkenda Del Patron degan joyga tushamiz. Mana kartada ko'ryapmiz. Mana bu tepadan ko'rinishi. Bu yerga tushganimizda bizni mana oltin Mirado kutib oladi. Odam bor ekan, biz ikkilikda emas, shunchaki boshlab olib ketamiz. Mana biz oltin Mirado mana shu. İşte ketib olishimiz kerak edi ekan bu yerdan. Ko'ryapmiz, ana kartamizni xuddi shu joyda bo'ladi mana. Mana xuddi shu metkanda turgan joy. Buni hali yana kengroq qilib video chiqaraman. Sizlarga rahmat.